Ey dünya bizni qutqizinglar degan bo'lsa, biz qanday qilishimiz kerak qarindashlar? Yani ey dünya bizni qutqizinglar. Qas kunsi men bir qarindishimiz bir xatni yo'llab qo'yibdi. Shuningdimi biz Şinjan xalqini deb bichara qo'qab degan bo'lishi mumkin. Yoki bizning Sharq Turkiston unutildirilgan bir farzandimiz degan bo'lishi mumkin. Ey bizni qutqizinglar, bizning faqat boshqa yashash yo'limiz qolmadi debdi. Endi mushundaq och singillarimiz nali faryod qilyapsa va biz buni anglasak erkin dunyoda yashayapti. Ma'qul vatandagilarga amal yo'q, ichida Allohga yig'lab, ey Alloh bizni qutqizib olgin, ey Alloh bizni qutqizib olgin deb ular yig'lab o'ltasa, biz qanday qilishimiz kerak qarindoshlar? Ey qarindoshlar, ben 9 yaşdan başlap din o'qiyapman. Hozir 48 yosh kirdim, din o'qiyapman. Men tushungan din qarindoshlar, biz Allohga iymon etgandan keyin qildigan ishimiz ashlarni qutqizish harakatlanish. Agar uningdan boshqa din olsa, apsi erkek deb tuqqan o'g'il olsa aldimoq kelsin. Agar uningdan boshqa, voy duo qilib qo'yayli, voy jinozamizni tushirib qo'yayli. Ey qarindoshlar, o yaxshi ish. Ammo biz bularni qutuldirish uchun bir qatim yomg'irda, bir qatim oftobda, bir qatim qada qilib, dunyoni uyg'otishimiz kerak qarindoshlarimiz. Bu issiq uyda o'tirib yoki 5 yulduzlik mehmonxonada o'tirib, oshqolgan millatni 5 yulduzlik mehmonxonada qutqizib bo'lmaydi qarindoshlar. O'zimizni ahmoq qilmayli, o'zimizga xalqni aldamayli, va adam bo'laylik qarindoshlarimiz. Şunun için muş avazlarını anlasam, hem bir video yaptı, el kısalımız deydi. Ey dünya, biz dünyaya tecrübe şaşkını boğulu kelgen mi deydi, olculuk bir sanımız. Anladınızlar? Hey dünya, biz dünyaya tecrübe şaşkını boğulu kelgen mi diyen getir, nemin şu an? Yani vatandaki halkımız, karındaşlar, biyolojik bir tecrübenin mahsulatıga yoki bir maddesiga aylandı. Dünyada, bütün dünyada karantin en uzak bo'lganda 14 gün bo'lsa, Xitoyda 100 gün bo'ldi karantin tugmayotdi. Demek bu yerda bir o'yin bor qarindoshlar. Bu yerda ichinishlik bir ahvol bor. Bu mushu ishlar bizning qalbimizni uyg'otamasa, mushu ishlar bizni bir ko'chaga chiqib, hatto bir men deb qoldim, Uyg'urlar ishdan ko'nani sevasimi hozir ayib emas shu hozir. Biz ko'chaga chiqib, ishdan ko'nani sevitib, "Ey dunyo Uyg'urni qutqaz" desa, asli bu normal holat demavi. Ama biz xotirjamini uyda yeb, ichib, ani tillab qo'yib, ani askiligidan mandavul, mani tillab qo'yib, voy deb salbiy alqi vijdonimiz mushlab ketsa, voy bir duo qilib qo'ying qarindoshlar, ilohomin deb uy kirib xotirjam uxlab. Men bunda deganlikdan qarindoshlar, bir duoning bo'lmaydiganligini emas, to'g'ri tushuninglar. Ammo mushunda qilish orqali xalqlarning energiyasini duoga zo'rlab hareketki zorlamay, maş dua qilib qo'ysak bulduğan şeydi deb, mavi xalqni uxlutish va xalqni zaharlayotganligini bilmayman. Asli bunda chaqda butunlay xalqimiz en aqallisi ko'chalarga tükülüp, bütün dunyoga ey dünya ma Uyg'ur xalqini qutqizib ol, musulmonlik qini, Türklük qini, insonlik qini ya qutqizib ol, ya bo'lmasa biz shular bilan birga tang ulayli, bizni qo'yib deyishimiz kerak qarindoshlar. Ammo aksicha o'ylab boqinglar. Ajoyib, hey, men bir necha muxbirlarga o'zimning boshqa odamning emas, o'zimning hikoyasini anglatdim. Hey, heliq odamlarning men musulmon emas, bilma, xristian yoki dinsiz odamlar shunda yig'lab ayam sorry, ey men sana işimiz qilib deb ko'zlaridan taram yosh chiqib ketdi. Mushada hozir Madina va Mirzaxnat va biz 31 viloyatni anglatgan vaqtida har bir odam o'zining Sharq Turkiston emas, sen nima odam desa, men manda odam, men makino qoldim desa, ashada iniqlam turqidan din bilan aloqasi yo'q insonlar yığılab ekip gidip, hey qarindoshlarimiz, Allah yordamchilar bo'lsin deb, hatta ba'zilari shaxsan meni chatga tortib, men to'g'ri ma partiyaning odami, ammo sening masalani anglab, agar jinim lozim bo'lsa, jinim tayyor,
Melim lazım bolsa melim tayya men unutilganma degan odamlar bo'ldi qarindoshlarimiz. Canım qarindoshlar, biz o'g'il abiyada do'q. Kim uyg'unish kerak Turkiyadaymiz? Allah bilan qasamki, kim uyg'unish kerak menga nisbatan Uyg'ur. Özümüz zanlı qilmaydi, özümüzde ahmaq qilmaydi. Arablar bizga nima deb yordam qilmaydi o. Halani bizga hey sen üzeng yordam qilay Uyg'ur xalqi. Turkiyada 50 ming Uyg'ur var deymiz. Ya bütün dünyada 1 milyon Uyg'ur var deymiz. Qani bu Uyg'urlar qarindoshlarimiz? Men shuningga uyg'on desak, kim uyg'onish kerak men Uyg'ur deyman. Uyg'urlar kim yordam qilish kerak men yana Uyg'ur deyman qarindoshlarimiz. Qani o'ylab boqinglar. Mushunchalar ig'ir ahvollar bo'lib, kuyab, kavob bo'lib, shu kuni qolsa ahvolimiz shu. Yani qani bu millat. Shuning uchun millatimga deyman, ey musulmon qarindoshlarim, ey alim o'limalarim, ziyorat doktorlarim, xalq bilan birga bo'linglar. O işxonada o'tirib, u yerda o'tirib, uni qildik, ashxonada o'tirib, ishxona chiqib qo'yib, mehmonxonada o'tirib, ishxona chiqib qo'yib, uning bilan bo'lmaydi u ish. Ey o'zinglar o'ylab boqinglar. Men bu Xitoy Mao Zedong bilan Stalinning hikoyasini o'qidim. Bular qanday davlat qurgandi deb. Masalan, Stalin o'ylab boqinglar. Bu ikki qatam turmag'ilib Sibiriyaga palangan. 1400 kilometr yo'ldan ikki qatam piyoda qochib ketgan qarindoshlarimiz. Onundan bir muxbir so'rab, "Abi kafir qarindoshlar, muxbir so'rab, ey sening hayotingdagi eng ichinishli kun qaysi desa, bütün mal mülkümni Komünist Partisiga iyona qilib o'tib, ayolim kasaloppas davolatolmay, ayolim ilib qolgan kun eng menga nisbatan ham kun degan. Biz yancho'mizdagi pulimizning yerimini chiqarmay turib, mening so'rag'im kelib qoladi. Ey Uyg'urim, musulmon deb yig'layotgan hey qarindoshim, sen bir gün aptapta qilpaqtoma Uyg'urim deb. Ey sen bir gün yomg'irda qilpaqtoma Uyg'urim deb. Ey sen bir gün Uyg'urim deb bir yer chiqib 5 soat o'ri turpaqtoma. Sen qanday qilib qutqazmoqchi buni? Ey qarindoshlarim, insof qilayday Uyg'ur millati, insof qilaydi. Abduxoliq Uyg'ur, uyg'onmasan kalla ketar, jon ketar deb vaqtda yotdik. Abduqodir uyg'onmasan, endi jiningni, melingni o'ttirib qo'ymasan, hey millat tugishsa Abduqodir domlamni o'ltirib o'tib, jaholatning pirlari. Millatni bu kuni qo'ydik. Alloh bilan qasamki, shu jaholatning pirlari hozir Istanbulda bor qarindoshlar. Men mag'ibimga qiyomat kuni javob beraman. Şu jaholatning pirlari, shularning navrilari, chavrillari, yana shu millatning ish qilayotganlarini qasdlaydigan, millatlarni uxultadigan va millatlarni ta'tir yo'liga boshlab mangadigan ahvollar bilan holimiz kun-kun xaroblashib, bu millat necha-nechaga bo'linib, parchalanib, ahvolimiz mushkuna qoldi. Shuning uchun oxirgi deydigan gapim qarindoshlar, biz bu namoyishni 3 kunlik o'rinlashtirdik. Lekin 3 kunlikmi to'xtab qolmaymiz. Agar sen rastchil bo'lsang, rast musulmon bo'lsang, ya shu millatni qutqizmoqchi bo'lsang, hayotingni, barliqingni bu yo'lga bag'ishlaysa, ya bo'lmasa o'zingni planni avara qilmay, taslim bo'lib uyingda o'limni kutib yotsa, undan boshqa amal yo'q. Shuning uchun erta eng oxirgi mushahid qilgan namoyishimizning eng oxirgi kunisi. Men mushu munosabat bilan mush qarindoshlarimizning har biringlarning unni bo'lib chiqilishini talab qilaman. Atrofingizga danglar, tashviq qilinglar, menga chiqayli qarindoshlar, ata chuqum bir muhim faoliyatlarni bu yerda qilamiz. Va ata eng oxirgi bu yerdagi faoliyatning eng oxirgi kunisi. Shuning uchun ata bütün Uyg'urlarimni, Istanbulda bor Uyg'urlarimni mishaga da'vat qilaman va qarindoshlarimiz qo'limizdan keladigan harakatlarni qilamiz. Bu öyde yetiversak, voy Xudoyim deb qo'yib Allohga atib qo'yib turaversak ish bo'lmaydi. Harakat qilish payg'ambarlarning sunnati bo'lsa, duo qilish payg'ambarlarning xislati. İkisi chuqum o'xshash mengiz kerak qarindoshlarimiz. Bu duo qilib öyde yetib ish haloldash bo'lsa, Muhammad alayhisalom Makkani tashlab Madinaga hijrat qilmas bo'ldi. Muhammad alayhisalom necha ming qatim shunama Muhammad alayhisalom necha qatim qilish götürüp jihad qilib, tishlari tushib ketmagan bu solati. Tushundingizmi qarindoshlarim ya? Shuning uchun ata birimiz unib chiqayli. Allohim menlarga rahmat qilsin. Rahmat.